Assalomu alaykum. Salom 4 kanal abunachilari. Bugungi navbatdagi videomuz ko'pchilik mashina so'rab yuribdilar. Mashinalar necha so'm bo'lib turibdi, ko'rsatib bering degansizlar. Bugungi videomizda Spark'larni tanishtiramiz. 2014-yil Spark'imiz Amirobod avtosavdoda turibdi. Ko'rib turibsizlar o'zlari logotiplari bilan. Adres neda deb so'raydigan odamlar uchun Amirobodni ko'pchilik bilsa kerak. Bu yerda masjid bo'yida 4 yildan chiqaverishdi. Bu A380 yo'l, ya'ni Beruniy Nukus tarafga qarab ketadigan yo'l. Shu yo'lni bo'yida masjidning yonida edi do'stlar. Mashinalarni xudo xolasa 2014-yil Spark'imiz bugungi videomuzda Spark tanishtiramiz. Keyingi videoda yana sizga so'ragan mashinalarni qo'ldan kelib so'rab beramiz. 3-pozitsiya do'stlar, mexanik korobka, metallari hamma o'zi bor. Yurganda keladigan bo'lsak, o'zini halol yurgani 203.800 yurgan ekan. Xudo xolasa yurganlari, chexollari, poliklinium hamma narsa döşalgan, metan satan hamma o'zi bor. Tak, 3-pokoleniya bo'lganda bokovoylarda pultda boshqariladi. Bo'lgani atari tak. Mexanika bo'lgan. Hozir videoning oxirida вообще zo'r skidkadan qo'yib beramiz. O'tkazmasini ko'raverasiz. Ya mashinamiz toza motor, ya'ni katta motordan shu, ya'ni 1.2.5 deb aytilamiz shunday. Katta motor, kichkina motor emas. Akkumulyatorlari hamma o'zi bor, metallari. Mashinamiz kraskasine keladigan bo'lsak, kraska tasavvur arka eshikda. Arkangi krel bilan eshikda bor. Oryan tarafda hozir ko'rsataman uni. Mashina chang bo'lib turibdi bo'lgan. Eshik krel bilan eshikda bor ekan do'stlar. Usta olib kelib ko'rsataverasiz. Sababi kuzovchik bir usta, motorchik bir usta birga olib kelasiz. Agar olaman desangiz kelib ko'rsatib olishlaringiz mumkin. 2014-yil aytdik. Narxlarni hozir necha so'm deymiz buni endi? 70 milliondan qaytib kelishib beriladi deb aytiladi. Qaytib so'rayverasiz. Bu 2012-yil, to'g'rimi? Spark. Bu ham do'stlar 14lik balonlar. Tak. Baba 14likmi? 14lik balon to'g'rimi? 15 mi? 15lik balon ekan. Bosh balon bosilib turibdi. 2012-yil. 2012-yil. Rangi ham Niyabishning. İçine girsangiz bu 4-pozitsiya do'stlar. 4-pozitsiyada bokovoylar pult upravleniya bo'ladi. Hamma o'zi bor. Avtomat korobka, самое главное, oyoq o'zingiz ham, oyoqingiz ham charchab ketmaydi. Uzoq yerlarga yetgan vaqtda obograf, podograf sidinalari bor, sidinalar qizadi. Yurgani tak. Ha, shu ko'rsatgan shumi? 172.300 o'pdi. Barlar qo'yilgan, chexol poliklari bor, metallari addushi bor, hamma o'zi mana motorni ko'rsataman. Buni kraskasini chiq buni. Kraska shu arka eshikda bormi? Izingi eshikda bormi? Oldingimi? Arkangi eshikda bor ekan. Bunga ham shuningdek ustani aytganingizda, xolos ishida usta bor. Kelib ko'rsataman desangiz, motor, xalovoy, poylovoylarni hammasini ko'rib beradi. Bu kichkina motor, to'g'rimi? Bu kichkina motor do'stlar. 1lik motor deb aytadi. ABS'lari bor. ABS, tormoz hamma o'zi bor. Akkumulyator toza. Metallari самое главное bor. Bunun narxi necha so'm deymiz? 62 million kelishib beriladi. Variantlari barter, ya'ni kredit, boshqa banklardan kreditga chiqadi. Bemalol savdolashib olaverasiz. Ekranda nomerlar bo'ladi, bemalol savdolashaverasiz. Agar kelib ko'raman desangiz, Amirobod avtosavdoda kelib o'tib ko'raverasiz. Taza mashin, taza yangiliklar bo'lsa, o'zlarini YouTube kanalida, Instagram kanallarına o'tib qo'ysangiz, shu Amirobod avtosavdo deb yozsangiz, xudo xolasa narxlarini cho'tkatib qo'yib beradi. Shu qo'ygan vaqtingiz telefon etib so'rashaverasiz. Batafsil ma'lumotlar pastdagi nomerlarda bo'ladi, bemalol telefon so'rashib olaverasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shuningdek videolarimizni eklaymiz. Keyingi videomizda qaysi mashinalarni ko'rsatib beradi. Shundan yozaverasiz. Xudo xolasa sizga so'ragan mashinalarni ko'rsatib berish harakatidamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.